Zebinsoy Sanumni Parkinson kasalligini qanaqa davolayapsiz? Judayam zo'r savol berdingiz, chunki ko'p obunachilarim, murojaatchilar Parkinson kasalligini davosi yo'q degan tushunchaga ega bo'lib qolishgan. Men sizga shuni aytmoqchimanki, zamonaviy meditsina shu darajada rivojlandiki, biz oxirgi 5 yillikda deyarli barcha murojaat qilgan Parkinson kasalligidagi bemorlarni davolashga erishyapmiz. Nimaga deysizmi? Biz eng zo'r oxirgi standartlar bo'yicha davolashga erishdik. Bizga murojaat qilgan bemorlar 10 kun davomida to'liq kurs lecheniya olishadi. Meditsina bo'yicha butun dunyo sog'liqni saqlash tizimida qabul qilingan dorilardan foydalanamiz va ushbu bemorlarimizni yillar davomida nazoratimizga olamiz va bemorlar Allohga shukr barchasi tuzalib ketishyapti. Hurmatli obunachilar, agar sizda ham tanishlaringizda, yaqinlaringizda yoki o'zingizda Parkinson kasalligi bor bo'lsa, umidsizlikka tushmang. Hoziroq kontaktlar orqali qabulga yoziling. Biz sizlarga yordam berishdan juda baxtiyormiz.